Nima ekan bu? Dunyo bo'yicha nomer 1. Dunyo bo'yicha. Aytmayman O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, yo'q. Dunyo bo'yicha nomer 1. Nima? Immunomodulyator. Va insonni butun organizmidagi hamma a'zosini barqarorlashtiradi. Immunitetni ko'taradi. Tabiiy antibiotik. Bundan tashqari buni iste'mol qilgan otaxon, onaxonlar iste'mol qilganda mana man degani o'rnidan sakrab turib o'ynab kulib yuradigan narsa. Alloh taoloning ne'mati. Men ishlamaganman, boshqasi ham ishlamagan. Bu narsani nima ishlagan? Ari ishlagan Allohning qudrati bu. Nima deyapti bu? Gulchang. Effekti chin zo'r narsa. Iste'mol qiling. Iste'mol qilish tartibi: 1 kilo asalga qo'shasiz bir 300 gram gulchangidan kukun shaklida qo'shasiz. Bir choy qoshiqdan 3 marta iste'mol qiling. Effekti 100 ga 100 bo'lmasa, bemalol yozaverasiz. Xohlagan gapingizni yozing. Like bilan kommentariylar esdan chiqmasin.